hajmi litri katta zavodskiy beton mishelka izlayotgan akalarimiz diqqatiga do'konimizga 240 litrlik hamda 260 litrlik zavodskiy beton mishelkalarimizdan yetib keldi. Bugungi video obzorlarimizda shularni sizlarga qisqacha videolarini qilib, narx-navolarni aytib, hamda funksiyalarini tanishtirib o'tib ketamiz. Ungacha kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda qilib beramiz. 240 litrli zavodskiy beton mishelkamiz ko'rishlaring mumkin. Ramalari ancha qalin qilib ishlab chiqarilgan bo'ladi. Ichidagi pichoqlari ham ikkitaligi variantlarda. Pichoqlari 260 litrli pichoqga qaraganda ko'rinishlari boshqacha hamda listlari salgina yuqoriroq variantda bo'ladi. Motorlarga keladigan bo'lsak, 900 vatli motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. O'zini o'chirib yoqadigan knopkalari 220 volt tokka bemalol ishlab beraveradi. Apparatimiz xohlasalaring o'ng tomonga, xohlasalaring chap tomonga to'kib bemalol foydalansalaring bo'ladi. O'zini dastaklarigacha o'rnatib qo'yganmiz. Xohlagan joylaringga olib borib bemalol to'kib foydalansalaring bo'ladi. 260 litrli zavodskiy beton mishelkamizga keladigan bo'lsak, motorlari 240 litrli mishelkamizga qaraganda ancha katta variantda bo'ladi. 1200 vatli motorlar bilan jihozlangan. Motorlari ham unikiga qaraganda ancha baquvvat, katta motorlardan bo'ladi. Shesternali, temir shesternali bo'ladi. Shesternalari ham yedirilib ketmaydi. Plastmassa yoki boshqa turdagi shesternalardan bo'lmaydi. Ichidagi pichoqlariga keladigan bo'lsak, ko'rishlaring mumkin. Qalin pichoqlardan qilib ishlangan. 3 talik pichoqlardan, qalin pichoqlardan 2 talik yo'lli variantlarda bo'ladi. Ikkala beton mishelkamizga ham garantiyalari 6 oyga beriladi. 6 oy ichida qanaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. 260 litrli mishelkamizda ramalarini bemalol ko'raverasizlar. 240 litrli mishelkamizda ramalarida ancha qalin, listlari ham baquvvat hollarda bo'ladi. Kimga shunaqa zavodskiy beton mishelkalarda narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga narx so'zini yozib ketsalaring, o'zimiz aloqaga chiqamiz. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'koni bo'ladi. Undan tashqari mana 160 litrdan boshlab 260 litrgacha bo'lgan zavodskiy beton mishelkalarimizdan assortiment ko'rinishda do'konimizga yetib kelgan. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda qilib beraveramiz. Kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Video tagida nomerlarimiz ham mavjud. Aloqaga chiqib zakaz berishlaring mumkin. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarini xohlasalaring upakovka ko'rinishida, xohlasalaring shunday yig'ilgan ko'rinishda qilib beraveramiz. E'tiborlaring uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan